Assalomu alaykum. Hozir jurnalda yuborgan maqolangizni retsenziyaga jo'natgandan keyin retsenziyadan javob kelganini qaydan bilsa bo'ladi? Xo'p, login parolingiz bilan o'zingiz profilingizga kirasiz. Xo'p, admin личный kabinet. Kirganingizdan keyin xo'p, endi o'zimni login parolim bilan kiryapman. Siz o'zingiz login parolingiz bilan kirganingizda moи deloda maqolangiz turgan bo'ladi. Xo'p, mana retsenziyadan keldi. Maqolangiz retsenziya birobar turadi, ya'ni javob bergan bo'ladi. Kirasiz. Kirganingizdan keyin retsenziya qabul qilindi deyaptilar. Прочитать рецензию deyapti. Xo'p, rekomendatsiya требует доработка. Xo'p, o'qishni bosamiz. Числоsi, soati, требуется доработка. Xo'p, для автора и редактора. Kamchiliklarni yozib o'tganlar. Retsenziyani baholab o'tishingiz mumkin. Bu yerda подождите bosasiz. Xo'p, maqolangizga kirasiz. Mana shu retsenziyada aytilgan kamchiliklarni bartaraf etib, mana bu yerga versiyaga загрузить fayl qilib, tekst statsiya qilasiz. Har doim o'sha faylni bu yerga yuklaysiz. PDF, Word variantda, PDF emas, Word variantda yuklab turib, продолжить, mana продолжить qilasiz. Bu yerda qayta ishlab turib yuklagan javobingiz turgan bo'ladi.